Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi 20, 21 va 22 avgust kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo asosan kam bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik ehtimoli juda past. Shamol tezligi 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Nukusda 20 avgust kuni kunduzgi harorat taxminan 38-41 daraja. 21 avgustga kelib esa 36-39 daraja. 22 avgustga kelib 35-38 daraja atrofida bo'ladi. Asosan kechalari harorat 23-27 darajani tashkil qiladi. Buxoro va Navoiy, Toshkent, Jizzax, Samarqand va Sirdaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol tezligi 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja atrofida. Kunduz kunlari esa 34-39 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida issiq asosan quruq ob-havo ustunlik qiladi. Shamol tezligi 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduz kunlari 38-42 darajagacha ko'tariladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo asosan ochiq va quruq bo'ladi. Yog'ingarchilik ehtimoli juda past. Namanganda havo harorati kunduzi 34-38 daraja, Farg'onada esa 32-37 daraja. 22 avgust kuniga kelib ayrim hududlarda havo biroz pastlashi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida tekislikka nisbatan salqinroq ob-havo kuzatiladi. Ayrim joylarda havo biroz bulutli bo'lishi mumkin, ammo yog'ingarchilik ehtimoli juda past. Havo harorati tunda 14-20 daraja, kunduz kunlari 25-32 darajagacha ko'tarilishi mumkin, deyilgan xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, eng so'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, har doim kuzatib borishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.